Kanalimizga ijaraga zo'r uylardan qo'ysak, 1-2 kunda talamon bo'lib ketadi. Shuning uchun hushyor bo'lib turing. Qolib ketmang deymiz-da. Yaxshiyam bizga obuna bo'lib qo'yganingiz. Shu joyda telefoningizni peshonasidan bitta o'pib qo'ying deyman-u, lekin like bosib qo'ya qoling. Asli 2 xona bo'lgan uyni 3 xona qilib olishgan. O'zi xalqimiz juda ustasi farangda. 59 kvadrat metr joyni egallagan. Xonalari keng, shinam ekan. Qanaqadir fayz taralayotgani sizga ham bilinyaptimi? Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo qilmaysiz. Ko'ryapsiz, sharoitlari ham, remontlari ham yaxshi holatda. Shu domni ichidagi hamma narsani o'zingiznikiday ishlataverasiz. Kitoblar, kiyimlar uchun alohida garderobni joy qilingan ekan. Kvartirada yashasangiz ham hamma narsangiz porядкali turar ekan. Balkondan go'zal yashil daraxtlar ko'rinib turar ekan. Do'stim, endi ijara narxini $200 ga aytishyapti. Ekrandagi nomerga telefon qilib, muammoyingizni hal qiling. Uy olguningizcha yashab turing. Inshaalloh keyingi safar kanalimizga uy xarid qilish uchun kirasiz. Manzilni eslab qoling. Frunze massiv Kiyevdan keyingi yetim dom deyilsa topib olasiz. Video sizga foyda berayotgan bo'lsa xursandmiz. Shunaqa ijaraga joy qidirayotgan do'stlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ysangiz, undan ham xursand bo'lamiz-da.